Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Har doimgidek Instagram va YouTube uchun maxsus xabarlarni taqdim etamiz. Bizga yangi bo'lsangiz, futbolga qiziqsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bugun yana ajoyib mavzuga to'xtalmoqchiman. Xabaringiz bor, 23-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidagi ikkinchi tur o'yinini o'tkazadi. Raqib yaqqol favorit deya sanalayotgan Yevropa vakili Cristiano Ronaldosi bor Portugaliyaga qarshi o'ynaymiz. Ushbu uchrashuvga FIFA tomonidan hakamlar tayinlandi, ya'ni o'yinni Marokashlik Afrika qit'asidan tashrif buyurgan hakamlar boshqarib borishadi. Bosh hakam Jalol Jaid o'yinga hakamlik qiladi. Unga qanotda yordam beradigan vatandoshlari Zakariya Berinisi, Mustafa Akarkadiylar yordam beradi. Varda va 4-hakamlari Janubiy Afrikalik hakamlar ishlashadi. Demak, qadrli do'stlar, birinchi o'yinda ko'rdik. Kolumbiya O'zbekiston o'yinida angliyalik hakam Antonio Taylor juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Meni shaxsiy fikrim, umid qilamiz Portugaliya va O'zbekiston o'yinida ham marokashlik hakamlar munosib o'yinlarni boshqarib borishadi. Demak, hakamlarga omadlar tilab qolamiz, xato qilishmaydi. Portugaliya O'zbekiston o'yinida biz marokashlik hakamlar ishtirokidagi o'yinni tomosha qilamiz. Eng qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning Instagram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.